Nodir, qara san uchun zo'r uchastka topib qo'ydim. Fasadi ham kattagina. Bu uyda ikkita oila bemalol yashasa bo'ladi. Bu uyimizni 4 sutu, 9 ta xona, 2 ta sanuzel va 2 ta podvali bor. Uyga obzor qilib beraman. Ko'rgin. Keyin bilan yashaydigan xonadon topdim san uchun, ko'r. Bu yerda bizda mana kirishimiz. Kirishimiz mana shunaqa ko'rinish. Bu yerda mana tegi podval. Hozir mana sizlarga obzor qilib beramiz. Bu yerda bizda ikkita xona. Bu zal. Zal ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Mana shunaqa stol-stullar qo'yilgan, anchagina mehmonlar sig'dirsa bo'ladi. Bu yerda bizda yana bitta xona. Bu xonamiz ham kattagina. Keyingi xonaga kirsak, o'tan ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina zal. Bu yerda xonamizda yana ko'rayotgan bo'lsanglar, diski xona qilib qo'yishgan. Bu yerda bizda yana radioteleskop xona. Bu yerda bizda oshxonamiz. Bu yerda bizda choy ichadigan joy qilib qo'yishgan, shunaqa chiroyli televizor qo'yib. Bu yerda bizda sanuzel. Bu yerda bizda yana sanuzel. Bu yerda mana zal, ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina zal. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Zal ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Bu yerda yana bitta diski xonamiz bor.